3 toifa insonga sadaqa berib bo'lmaydi. Siz ham bularga sadaqa berib yurmang. Birinchisi, o'zi soppa-sog' bo'la turib, yo'llarda, chorrahada qo'liga bola ko'tarib yoki soxta gips o'rab, soxtakor aravachaga, nogironlik aravachasiga o'tirib olib, hatto ba'zilari uyingizgacha keladi. Xudo yo'liga deb sadaqa so'raydiganlar. Bularga sadaqa berishni ulamolarimiz mutlaq nojoiz deyishgan va davlatimiz tomonidan ham bunday turdagi sadaqa so'rovchilarga qonuniy, ya'ni ma'muriy javobgarlik mavjud. Ikkinchisi, sadaqa olgandan keyin pulini jinoyatga, yomon yo'llarga, gunoh ishlarga sarflaydigan insonlarga, qumorga tikishi mumkin, ichishi mumkin va hokazo va hokazo va hokazo. Bunday turdagi odamlarga ham sadaqa berib bo'lmaydi. Va nihoyat uchinchisi, diqqat qiling, uchinchi toifa ota-onaga sadaqa berib bo'lmaydi. Nimagaki ulamolarimiz farzand butun mol dunyosi bilan birgalikda ota-onasining mulki hisoblanadi deganlar. Farzand uchun ota-onaga yaxshilik qilish, ularni moddiy barcha ehtiyojlarini qoplash vojib amal hisoblanadi. Shunday ekan, bu 3 toifaga sadaqa bera ko'rmang. Aslida ulug'larimiz bizga sadaqani maxfiy qilishni buyurganlar. Ya'ni sadaqa o'z egasiga, haqiqiy muhtojga maxfiy tarzda berilishi afzal hisoblanadi. Mabodo siz maxfiy qilishga urinsangizda oshkor bo'lib qolsa, buni zarari yo'q. Bugun biz ham maxfiy bir ehsonni amalga oshirdik. Hamkorimiz BioLife kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan ehson summasini 1-oktyabr ustoz va murabbiylar bayrami yaqinligi munosabati bilan azalda uzoq yillar xalqimizning farzandlariga ilm ma'rifat ulashib kelgan, ayni damda nafaqaga chiqib, og'ir bemor holatda to'shakda yotgan aziz bir ustozimizga taqdim etdik. Alloh taolo ehson qilgan BioLife kompaniyasining rahbarlari va xodimlarini barchalarini ikki dunyoda aziz qilsin, ehsonlarini qabul aylasin. Ustoz va murabbiylarimizni esa 1-oktyabr bayram munosabati bilan hamkorimiz BioLife kompaniyasi nomidan hamda o'zim nomimdan muborakbod etamiz. Alloh taolo xonadonlaringizga baxt, saodat ato etsin. Xalqimiz farzandlariga ilm berishda o'zi sizlarga madadkor bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin aziz ustozlar.